Tekinga mana shunaqa elektriskiy pila olgan bo'larmidinglar akalar. Qo'limda turgan instrument o'tin aralash uchun mo'ljallangan, juda ham zo'r Makita firmasiga tegishli, uyga, xo'jalikka ishlatish uchun juda ham zo'r texnika. Do'konimizda bu texnikani ataga 20 donasini prosta takka tekinga sizlarga berib yubormoqchimiz. Tekinga kimdagi mana shunaqa instrument olmoqchi bo'lsa, hozirroq mana shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib hozirroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, tekinga mana shunaqa Makita firmani elektriskiy pilasini olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina videoni oxirigacha ko'ring va videoga bitta like bosib qo'ysangiz, videoni oxirida tekinga mana shunaqa elektropila sizniki bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Va undan tashqari ko'pchilik so'ragan original Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan yangi motobloglar kelgan. Ukam, uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun motoblog olmoqchiman, lekin menga eng sifatlisi hamda eng baquvvati hamda eng garantiyalisi bo'lsin degan akalarimiz uchun ko'rib turganinglarda har doim mana shu Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogini maslahat beramiz. Chunki bu Texa motobloglari boshqa turdagi motobloglardan sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham ancha baquvvat motoblog hisoblanadi. Shuni hisobiga xo'jalikka, uyga ishlatish uchun bitta bu motoblogni olsangiz, eng kamida 7-8 yil uyingizda xizmatingizni qiladi. Xo'p, motorlari 170 motor, 7 ot kuchlik, yoqilg'i turi hadavoy bo'lgan benzinli model hisoblanadi. Yurishlari zavodni orqali yarimta tortganingizda zavodingiz olib, juda ham yaxshi, sifatli ishlab bera oladi. Bu motoblogimizni boshqa motobloglardan afzal tomoni, motorlarning ichiga pavlovoy qo'yilgan, moy datchik qo'yilgan bo'ladi. Agar mabodo motorning moyi mashinaga o'xshab kamayib, suyulsa, motorni kuydirib, ko'lsasini, gilzasini ketkizib qo'ymaydi-da, o'zi avtomatik o'chib qoladi. Bu degani buni motorida o'zini motor zashtasi bor. Shuni hisobiga motor uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilib beradi. Va undan tashqari vozduqi maslinniy qilib ishlangan. Bu vozduqiga har doim maslahat beramiz. Ichiga 50-60 grammdan moy quyib yurish kerak. Agar bunga 50-60 grammdan moy quyib yursanglar, motorga chang havo o'tmasdan uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilib beradi buni motori sizlarga. Xo'p, korobka qismlari ham boshqa arzonchiroq motobloglardan katta qilib ishlangan bo'ladi. Shuni hisobiga sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham ancha baquvvat motoblog hisoblanadi bu Texa motobloglari. Chunki mana bunaqa yer haydayotganingizda, freza qilayotganingizda ham umuman qiynalib qolmaydi. Korobkasi shunaqa katta baquvvat motoblog olsangiz. Xo'p, skorslari oldiga 1-2 skorsi bor, orqaga bu tomonda bitta zatning xoti bor, teva tomonda gazlari joylashgan, bu tomonda siplinasi, teva tomonida o'chirib yoqadigan knopkalari bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa tomonida undan tashqari qishloq xo'jaligi vom joylashgan. Bunga kichkina o'tiradigan kasilkalar, suv nasoslar, karchar apparatlarini ulab foydalansangiz bo'ladi. Qishloq xo'jalik vom vazifasini bajarib beradi. Mos qismlari ham katta mosdan ishlangan, sifatiga ishlasiga gap bo'lishi mumkin emas. Orqa tomonida addenni don mahsulotlarini ekib, dorilarni soladigan selkalari ham kelgan. Bu selka apparatida asosan dori solasizlar, don mahsulotlarini legirovka qilib eksanglar ham bo'ladi. Bularimizni narxi 1 milliondan 1 million 800 minggacha. Motoblogimizni original, mana shunaqa original modeli bo'lsa, buni narxi 4 million 500 ming. Komplektga freza, tormoz, dokument, kulich, videoni boshda aytganimdek bonuslargacha qo'shib beraveraman. Prostoy modellari ham bor, xuddi shuni aldanib qolmaysizlar. Motoblog olayotganda mana assortiment bizda ko'p. Mana prostoy modellari bor, akalar, mana bunaqa. Bularning narxi 3 million 200. Ko'pchilik joyda mana shu prostoy modelini original deb 3 million 800, 3 million 600 sotishyapti. Shunga aldanib qolmaysizlar. Biz do'konga kelsanglar, originalini ham, prostoyni ham farqlarini tanishtirib o'tamiz va bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlang yig'ilgan holatda oling, xohlang orqa tomonda yashiy holatda. Assortimentni ko'rib turibsizlar, nechta kerak bo'lsa bor, kelsanglar, tanlab olsanglar bo'ladi. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agro servis do'koni bo'ladi akalar. Videoni boshida aytib o'tdim. Xo'p, tekinga mana shunaqa elektriskiy pila beraman dedim. Biz do'konga kelasiz, ko'chada ko'rsatib o'tgan 100 xil nosig motoblogni bittasini o'zingiz uchun xarid qilasiz. Sotib olganingizdan keyin do'konning ichiga kirib, mana shu omadli baramanimizni aylantirasiz.
va bu omadli barabanimizni aylantirganingizda ko'chada ko'rsatib o'tgan elektriskiy pila, pichalka apparatlari, drel apparatlari, shurpoyor, kulush navor, shunga o'xshagan hamma instrument barabanga joylashtirilgan. Barabanda aylantirasiz, nima instrument bo'lsa ham tekinga sizga beramiz. Shuni hisobiga videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ying va kelganingizda yaxshi instrumentlar tekinga olib ketsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.